Joriy yilning 27-dekabr kuni Tojikistonning Xatlon viloyati Dang'ara Sarband avtomobil yo'lida to'y korteji bilan yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Bu haqida Asia Plus xabar berdi. Sarband tumani markaziy shifoxonasi bosh shifokorining o'rinbosarining ma'lum qilishicha, hodisa oqibatida kelinning 4 nafar yaqin qarindoshi vafot etgan, yana 4 kishi jarohatlangan. To'y korteji Vosu tumanidan Jaloliddin Balxiy tumaniga kelinni olishga yo'l olgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, kortejdagi elektromobil qarama-qarshi yo'l bilan harakatlanayotgan Lexus bilan to'qnashgan. Elektromobilning 3 nafar yo'lovchisi 17, 42, 15 yashar fuqarolar va shuningdek haydovchi voqea joyida vafot etgan. Ularning barchasi Vosi tumani aholisi. Lexus yo'lovchilari og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hodisaning sabablarini aniqlash ishlari davom etmoqda.